Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Ustoybekni kuzatib yurgan do'stlar. Do'stlar, Ustoybekdan 2026-yilga eksklyuziv yangiligi bor. Ya'ni ko'pchilik aytadi, Oybek aka svarka apparat ta'mirini ham o'rgating deyishardi. Professional tarzda 2026-yildan svarka apparatni ta'mirlashni o'rgatib boshlaymiz. Aynan bu darsligimizda nima bo'ladi? Telegram yopiq gruppa bo'ladi. O'sha yerda hamma ma'lumotlar qo'yamiz. Aynan Ustoybek sizlarga nima beradi? Elektronika darsliklari, sxemalarni o'qish va tahlil qilish, svarka apparat sxemalarini qanday o'qiladi, qanday tahlil qilinadi, qanday remont qilinadi, batafsil ma'lumot bo'ladi. Boshlang'ich uchun va professional ustalar uchun ham to'liq ma'lumotlar, sxemalar, hamma svarka apparatlar sxemasini tashlaymiz. O'sha yerda foydalanishingiz mumkin do'stlar. Demak, yopiq gruppa bo'ladi. Bu sohaga tushunmaydigan do'stlarimiz ham bo'lsa, do'stlar kirib o'rganishingiz mumkin. Demak, elektronikani oddiy sodda tarzda boshlab sizga o'rgatib, sxemani qanday o'qish kerak, elektrik komponentlar, hamma ma'lumotlar bo'ladi. Kirib bemalol usta bo'lib chiqishingiz mumkin inshaalloh deymiz. Tez orada 2026-yilda bu darslarimiz yo'lga qo'yiladi. Elektronika darsliklari, svarka apparat professional tarzda ta'mirlash, ko'rsatish, remont qilish, hamma ma'lumot bo'ladi va elektr sxemalarni o'qish, o'rganish, xullas batafsil ma'lumotlar bo'ladi. Elektronikaga asoslangan darsliklar, mikrokontrollerga dars tuzish, Arduino darsliklari, hammasini bitta qilib shu gruppaga tashlaymiz. O'sha gruppada bemalol ko'rib onlayn xotirjam usta bo'lishingiz mumkin. Xudo xolasa tez orada 2026-yildan bu darsimiz yo'lga tushadi. Demak, kommentariyga o'z fikringizni yozib qo'yinglar. Tez orada darslarimiz boyitib bolinyapti. Yildan yilga gruppamizni kengaytirib, ma'lumotlarni ko'paytirib boraveramiz. Fikrlarimni, o'zimni tuzatayotgan narsalarimni ham aytga tashlab boramiz. Ya'ni bemalol ko'rib o'rganishingiz mumkin onlayn do'stlar. Demak, Ustoybekdan 2026-yilga yangilik bo'lib kuzatib turinglar. YouTube kanalimizga o'tishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lib, esingizdan chiqmasin. Tez orada do'stlar gruppada ko'rishamiz. Hozircha xayr.